Yuzingizni doimo yosh ko'rinishi uchun uy sharoitida qilingan uxotlar ba'zan yetarli bo'lmaydi, chunki uy sharoitidagi uxotlar faqatgina teri ustini tiklab beradi. Agar siz teri ostidan teringizni oziqlantirmoqchi bo'lsangiz va doimo yosh ko'rishni xohlasangiz, men sizga mezoterapiya muolajasini tavsiya qilaman. Mezoterapiya tarkibida peptidlar, minerallar, vitaminlar va oqsillarga boy bo'lganligi sababli yuzni chuqur oziqlantiradi va kollagen sintezini ishlashini kuchaytiradi va teri baryerini tiklab beradi. Mezoterapiya muolajasi 20 yoshdan ayol qizlarimizga tavsiya qilinadi. Yuzida chuqur pigmentatsiya, tug'dan qolgan dog'lar yoki ugri va aknedan qolgan izlarni samarali davolab beradi. Va bu muolaja yuzni chuqur namlantirgani va oziqlantirganligi sababli yuzingizga jonli effekt beradi. Bu muolaja deyarli hamma uchun mumkin, faqatgina onkologik kasalliklari bor bo'lgan bemorlarimizga tavsiya qilinmaydi. Professional yordam olishni xohlasangiz, bemalol Daritimga murojaat qilishingiz mumkin. Men siz barcha savollaringizga shaxsan o'zim javob beraman.